Assalomu alaykum. Qaraysizlar jigarlar, qaranglar. O'sha mashhur olma o'yiniga strategiya. O'zimda ishlatyapti. O'sha strategiyani sizlar bilan ulashib bormoqchiman. Hozir balansimda 8 million pul bor. O'shani sizlar bilan maksimalniy strategiya orqali ko'tarmoqchi bo'lib ko'ramiz. Xo'p, qaranglar, bolansam sirazi boshlaymiz. 300 mingdan boshlaymiz. Har kimga har xil. Bankka qarab, menda 300 ming. Oxirgi qatorda bitta ochib, bitta olaveramiz. Mag'lubiyat chiqmaguncha. Vot, bor bizda mag'lubiyat bor. Keyin sirazu 300 orqasiga yana bitta 0 qo'yamizda 3 million stavka qilamiz. 5-5-1-5 degan strategiya. 5-qator bitta ochamiz, yana bitta 5-1-5-5. Zo'r, vot. O'sha birinchisida zo'r o'xshadi, qaranglar, 12 million foyda. Bu biznes, bu zo'r degani bu. Xo'p, yana takrorlaymiz. 300 ming 5-qator g'alabani olamiz. Yana bitta olamiz sirazu. Yana 300 ming tikamiz. 70 mingdan kelib turaveradi bizga. Yana 300 ming. Vot, yana bitta mag'lubiyat bor. Yana 3 million stavka qilamiz. 5-5-1-5-5. Zo'r, zo'r, vot. Yana 12 million. Biznes. Foydalaninglar, hammasi oson. 300 mingdan oxirgi qatorda ochib o'tiramiz, mag'lubiyat chiqmaguncha bizga. Vot, mag'lubiyat bor. 3 million stavka, yana 5-5-1-5-5. Vot jigarlar, вообще zo'r ekan. Mazza qilinglar, voslarga tekin strategiya, foydalaninglar. Bizda уже balans 34 million. 8 milliondan 34 millionga chiqdi jigarlar. Если что, Linebet kontorasida zo'r o'xshayapti. Linebet men Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanali men shu YouTube kanalim biosida qoldiraman. YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi strategiyani men shu YouTube kanalimga joylab olaman. Bo'lmasa hammanglar udачи, yutinglar, qonatvoringlar kontoralar, davay.